Bu mamlakatda ota-onalar video o'yinlar va ular nazarida zo'ravonlikni, qonxo'rlikni targ'ib qiluvchi filmlardan norozi. Bolalar televizor va kompyuterga mixlanib qolgan deydi ular. Lekin kino ustalari va video o'yinlar ishlab chiqaruvchilar fikricha, ayb ota-onalarning o'zida. Biz chiqargan mahsulotlar deydi ular, bolalar miyasini charxlaydi, ularning dunyoqarashini kengaytiradi, ularga bilim beradi. Andrew Dominikning Ayab o'ldir dramasi o'ta ta'sirchan yollanma qotil haqida. Film noyabrda tomoshabin hukmiga havola etildi. Yurist Rene Sandler shafqatsiz filmlar real hayotda qon to'kilishiga yetaklaydi deydi. The perpetrator becomes a character. Qotil o'zini film qahramoni deb o'ylab qurolni qo'lga oladi va xuddi sahnadagi kabi odam o'ldira boshlaydi. Koloradodagi falokat bunga yaqqol misol edi deydi u. Lekin deydi Sandler, filmlardan ham ko'ra beraham video o'yinlar odamlar ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Sohani isloh qilish lozim deydi u. I've seen clients who have Faoliyatimda uchratdim shunday mijozlarni. Interaktiv video o'yinlarga o'rganib qolgan, qurol ko'tarib, imkon qadar ko'p odamni o'ldirib, ochko to'plashi kerak bo'lgan o'yinchilarni. Sandler deydiki, ekrandagi zolimlik o'z holicha xatarli emas, lekin ruhiyati va irodasi zaif insonlar qo'lida qo'rqinchli vositaga aylanishi mumkin. Connecticutda qatl-om sodir etgan 20 yoshli Adam Lanza va uning ruhiy holati haqida hozircha ma'lumot ko'p emas. Lekin maktabda o'nlab jajji bolakayning qonini to'kkan bu yigit jamiyatni dahshatga soldi. Ogohlikka da'vatlar yangrayapti. Nasiba Tohir, Washington. Siz uchun atalgan lavhalarimiz ko'p, lekin bugungi efir vaqtimiz tugab bormoqda. Filadelfiyadan hikoyalarimizni kelgusi dasturimizda davom ettiramiz. Siz bilan xayrlashar ekanman, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, baraka va faqat xushxabarlar tilab qolaman. Eslatib o'taman, kundalik yangiliklar bilan saytimiz va eshittirishlarimizda tanishib boring. Filadelfiyadan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.